Kecha yoshi kattaroq bitta mahallamizda bitta opa aytyaptilar, Madina, siz videolaringizni ko'rib turuvdim. Bilib bilmasdan nima balolargadir like bosibman. O'shaning uchun o'g'lim Instagramda o'chirib tashladi deb shunaqa deb xafa bo'ldilar. Endi ko'zlaridan hali meni videolarim bilan balki o'ynaydigandirlar, o'zlarini ko'radigandirlar, balki yoshi kattalar, bopyalari ham bor menikini ichida. Endi hali videoni yoshi kattalar bunaqa videolar ko'rmaydi. U onalarni aybdor qilmanglar. O'g'il bolalar, qizlar, voyaga yetmaganlar, nevaralar ko'rib qo'yadi. Keyin bechoralar hali yoshi katta xotinlar Instagramni tushunmaydi-yu, haligilar bo'ynida ketadi-da. Bilib bilmasdan onalarni hech bo'lmasa ko'rib turgan kitobini, o'qib turgan kitobini, xuddi ko'rib turgan o'ziga yoqqan ibratli narsalarni ko'rishdan ham mahrum qilib qo'ymanglar bunaqa qilib. Oldin aybdorni topinglar. Meni aqlim yetdi. U yoshi katta onaxon bilib bilmay unaqa narsalarga like ham bosmaydilar. Keyin meni anonimdan, Instagramdan yomon narsalar ko'p chiqib kelyapti-da. O'zim ham aybdorman deyaptilar-da. Yomon narsalar ko'p chiqib kelmaydi. Yoshi kattalar yomon nimani ko'rsak, Instagram ham, YouTube ham nima narsani ko'p ko'rsak, o'sha narsani ko'p chiqarib beradi. U onaxon bir ibratli narsalar ko'rishlari mumkin, onaxon. Bir ibratli narsalar ko'rishlari mumkin, lekin постоянно ko'rmaydilar. O'sha ibratli yomon narsalar chiqib kelishiga sabab o'sha nevaralarmi, kimlardir ko'rib qo'yadi-da u narsalar. O'shaning uchun ko'p narsa chiqadi. U onalarga ep to'nkashdan oldin, otalarga ep to'nkashdan oldin ildiziga bir qarab qo'y.